Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sunnat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sharif sunnatlari va uning ahamiyati to'g'risida ba'zi oyat hadislar bilan tanishib o'tamiz. Islom dinida Qur'ondan keyin Alloh subhanahu va taoloning kalomi, kitobi bo'lgan Qur'oni Karimdan keyin eng muhim, eng ahamiyatli, eng buyuk masdar, marji', asos bu sunnatdir. Islom dinini sunnatsiz tasavvur qilishlik mumkin emas. Hatto Qur'on agar sunnat bo'lmaganda edi, tafsiri bo'lmas edi. Bo'lsa ham albatta noqis bo'lardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hayotiy amallari bilan va qavllari bilan, so'zlari bilan Qur'onni bizga tafsir qilib berdilar. Qur'onni hayotimizga qanday tatbiq qilishligimizni o'rgatdilar. Demak, sunnat mana Qur'onni tushunishlikka olib boradigan yagona yo'ldir. Agar sunnat bo'lmaganda edi, insonlar Qur'onni o'zi xohlagandek tushunib, shayton vasvasa qilgandek, nafs xohlagandek tushunib, Allohning kitobini Alloh rozi bo'ladigan va Alloh iroda qilgan holatda emas, balki shayton xohlagan holatda o'zlariga tatbiq qilgan bo'lardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana rasul jo'natib va rasulning amali bilan Qur'onning maqsadini, murodini bayon qildi va insoniyat Qur'onga qanday amal qilishligini ko'rsatib berdi. Albatta din dushmanlari islomga har tarafdan hujum qilishadi. Ba'zan ochiqchasiga hujum qilsa, ba'zan Qur'onga hujum qilishlik bilan, ba'zan esa sunnatga hujum qilishlik bilan ummatga va islom diniga zarar bermoqchi bo'ladi. Lekin alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo Qur'onni qanday himoya qilib turgan bo'lsa, qanday hifozat qilib turgan bo'lsa, qiyomatgacha sunnatni ham Payg'ambarimiz alayhisalomning so'zlari va amallarini mana shunday himoya qiladi. Qur'onni himoya qilishlik uchun o'zining do'stlarini qanday chiqarsa, sunnatni, hadisni himoya qilishlik uchun ham Alloh taolo o'zining do'stlarini chiqaradi. Mana hammamizga ma'lumki, millionlarcha muhaddislar islom tarixida o'tdi. Butun hayoti hadisga, sunnatga xizmat qilishlik bilan o'tdi. Shuni yaxshi bilamizki, islom ummatining ichidagi, xususan ulamolarning ichidagi eng fazilatli, eng mahbub bo'lgan, eng darajasi baland bo'lgan ulamolar hammasi muhaddislardir. Va yana butun ulamolar e'tirof qiladiki, islomni eng to'g'ri tushungan, Payg'ambarimiz alayhisalomning hayotini eng chuqur bilgan ulamolar muhaddislardir. Mana bu narsalar hammasi sunnatning fazilatini ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taolo Hashr surasi 7-oyatda amr qiladiki, astaizu billah va ma ataakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Rasul, Allohning elchisi, sizlarga olib kelgan narsani mahkam tutinglar, olinglar, mahkam ushlanglar. Va sizlarni nahiy qilgan narsalardan tiyilinglar. Uzoq turinglar, tark qilinglar deyaptilar. Mana shu oyat bizga ikkita masalani tushuntiryapti.
payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam nimani olib kelgan bo'lsa, nimaga buyuryapti turgan bo'lsa, qanday ko'rsatma bergan bo'lsa, buni ushlashligimiz vojib bo'lyapti. Alloh taolo amr qilyapti. Fakhuzuhu. Payg'ambarimiz olib kelgan narsasini ushlashlikka Alloh taolo buyurdimi? Butun usul kitoblarda keladiki, ahli sunna va jamoatning aqidasi Allohning buyrug'i va Rasulullohning buyrug'i vujubga, o'sha amalning vojibligini bildiradi. Demak, biz payg'ambarimiz alayhisalomning olib kelgan butun narsalarini mahkam ushlashligimiz kerak. Va sizlardan nimani nahiy qilgan bo'lsa, nimadan qaytargan bo'lsa, tiyilinglar, uzoq turinglar deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz nimani nahiy qilgan bo'lsa, uzoq turamiz. Oyatning zohiri mana shu. Va sahobalar radhiyallohu anhum hammalaridan Alloh rozi bo'lsin, oyatni zohiri qanday bo'lsa shunday amal qildilar. Bizi zamondagi musulmonlar adashganlarni qo'ying, shiyalar, mu'tazila, havorijlarni qo'ying. Ular bizni bahsimizdan tashqari. Ahli sunna va jamoatimiz deb turgan kishilar. Birorta mazhabga o'zini nisbat beradimi, bermaydimi? Hanafiyman deydimi, Shofiyman deydimi, Salafiyman deydimi? Kim bo'lsa bo'lsin. O'zini ahli haq deb o'ylagan, da'vo qilgan va ahli sunna va jamoat degan odamlar sunnatga qanday muomala qilyapti? Bir hadis, bir sunnatni zikr qilganingizda darrov so'raydi. Bu vojibmi? Farzmi? Yo'q, bu sunnati muakkada. Siz sal e'tibor berishi mumkin. Oddiy sunnat desiz, unchalik e'tibor bermaydi. Mustahab bo'lsa, hech amal qilmay qo'yaveradi. Hech qanday ahamiyati yo'q. Bu mustahab ekan-ku. Agar siz biroz qattiq turadigan bo'lsangiz, mustahabligiga qarama. Payg'ambarimiz alayhisalomning sunnati. Payg'ambarimiz alayhisalom shuni qilibdi ekan va buyuribdi ekan. Sen buni mustahabligiga qarama, amal qil desiz, nimaga dinni qiyin ko'rsatasizlar? Nimaga mustahabga majbur qilasizlar deb e'tiroz qiladi. Sahobalar mana shu oyatning zohiriga amal qilishdi. Oyatni zohiriga qarang, sizlarga buyurgan narsasini muakkad bo'lganlarni ushlanglar degani yo'q-ku. Ta'kidlagan, qattiq turganini ushlanglar degani yo'q. Mutlaq aytayapti. Va ma atakumur rasulu, rasul sizlarga olib kelgan narsa, u farz bo'ladimi, vojib bo'ladimi, sunnat bo'ladimi, mustahab bo'ladimi? Nima bo'lsa bo'lsin, hammasini o'zini ichiga olyapti. Shularning hammasini fakhuzuhu, olinglar deyapti Alloh taolo. Va sahobalardan Alloh rozi bo'lsin, ular shunday edi. Hatto mustahab bo'lmaydigan narsalarni ham olishdi. Payg'ambarimiz alayhisalomga shu darajada ergashdiki, mustahab bo'lmaydigan payg'ambarimiz alayhisalom ko'rsatmagan, ammo o'zlarining hayotida qilgan amallarni ham sahobalar olishdi. Masalan, bir kuni payg'ambarimiz alayhisalom shuni namozga kirishdilar. Namozga kirishgandayoq oyoq liboslarini chiqarib tashladilar. Payg'ambarimiz alayhisalom masjidlarini bilasizlar, qumdan iborat, qumda ustida namoz o'qirdilar. Oddiy bir soddagina masjid. Bizi zamonimizdagidek bunday dabdabali 100 ming dollar yoki 500 ming dollar sarflanadigan, xarajat qiladigan masjidlar emas edi. Oddiygina bir masjid. Qumdusda namoz o'qiganliklari uchun agar oyoq liboslari pok bo'lsa, oyoq libosda namoz o'qilaverar edi. Ya'ni oyoq libosda namoz o'qishlik joiz emas degan narsa yo'q islomda. U yahudiylarning aqidasi. Bizning zamonimizdagi masjidlar gilamlar qo'yilganligi uchun oyoq libos tashqariga yechilyapti. Lekin shunda ham masalan oyoq libosi hozir mana ikki qismga bo'linadi. Biri tashqarida kiyiladigan, biri ichkarida kiyiladigan. Uyning ichida kiyiladigan oyoq libosi bilan namoz o'qisangiz bo'laveradi. Uning hech qanday zarari yo'q. Ammo yahudiylar bo'lmaydi deb e'tiqod qilishadi, joiz emas deb e'tiqod qiladi. Illoki oyog'ingizda biror narsa bo'lmasligi kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom shu qumda ustida namoz o'qidilar. Masjid qumdan iborat edi. Oyoq libosini kiygan holatda namozni boshladilar. Birozdan keyin oyoq liboslarini chiqarib tashladilar. Sahobalar ham hammasi oyoq libosini chiqarib tashladi. Oyoq libosi bo'lgan kishilar. Payg'ambarimiz alayhisalom namoz bitgandan keyin burilib sahobalarga qaradilar-da, aytdilarki, sizlar nimaga oyoq liboslarni chiqarib tashladilaringiz?
Sahobalar aytdi: "Ya Rasululloh, siz namozning ichida oyoq libosingizni chiqarib tashlaganingizni ko'rdik, biz ham chiqarib tashladik." Qarang, ergashlikni qarang. Payg'ambarimiz oyoq libosini chiqarib tashlagani uchun shu zahoti chiqarib tashlashyapti. Bu o'ylangani yo'q, bir so'ragani yo'q. Zaten so'raydigan holat emas edi namozning ichida. Ergashlikni, itoat qilishlikni qarang. Masalan, sahobalar o'ylasa bo'lar edi. Payg'ambarimiz buyurgani yo'q. Buyurmaganligi uchun amal qilmay turaveramizda. Agar bir fazilatli, muhim amal bo'ladigan bo'lsa, namozdan keyin so'rab bilib olamiz, desa bo'lar edi. Lekin payg'ambarimizni chiqarib tashlaganligini ko'rib, shu zahoti chiqarib tashlashdi. Va aytdiki: "Ya Rasululloh, sizni chiqarib tashlaganligingizni ko'rib biz ham shunday qildik." Shunda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki: "Men namozga boshlaganimdan keyin Jibril alayhisalom kelib xabar berdi, meni oyoq libosimda biroz najosat bor ekan. Men shuning uchun chiqarib tashladim" dedilar. Qarang, payg'ambarimiz alayhisalom g'aybni bilmas edi. Shuning uchun o'zi kiyib yurgan libosini pok deb o'yladilar. Agar najosat borligini bilsa, albatta chiqarib tashlardilar namozdan oldin. Bilmaganligi uchun shu libosda mana namoz o'qiyaptilar. Jibril alayhisalom kelib keyin ogohlantiryapti. Men shuning uchun chiqarib tashladim dedilar. Ya'ni bu bir sunnat emas. Bu ergashiladigan masala emas bu. Sizlar namozga kelganlaringizda agar oyoq liboslaringiz pok bo'lsa, o'qiringlar. Agar pok bo'lmaydigan bo'lsa, poklanglar. Yerga surtinglarda o'qiringlar dedilar. Qani shu yerda bir fiqhiy masalani ham bayon qildilar. Oyoq liboslaringizda najosat bo'lsa, yerga surtinglar. Yerga surtishlik bilan oyoq libosi pok bo'ladi va namoz o'qiringlar dedilar. Mana bu hadisdan sahobalarni payg'ambarimiz alayhisolamga qanday ergashganligi sabit bo'lyapti. Biz ham shunday bo'lishligimiz kerak. Siz amallarni tekshirganda bu vojibmi, sunnati muakkadanmi, mustahabmi deb tekshirmang uni. Buni hukmi faqat ilmiy masala bo'lar. Sunnatning darajalari, bu mustahabligi, bu sunnatligi, bu sunnati muakkadaligi yoki hadis bilan sabit bo'lgan vojib, farz ekanligi ilmiy masala xolos. Agar shunday oddiy bir sunnat bo'lsa, mustahab bo'lsa, ba'zi haraj bo'ladigan yerlarda va ba'zan bir torlik bo'ladigan yerlarda tarqisiz bo'laveradi. Ammo vojib bo'lsa, ta'kidlangan bo'lsa, yana ham mahkam ushlaysiz. Shuning uchun bayon qilingan xolos. Lekin bizning zamonimizdagi shu ahli sunnaman deb turgan insonlar, sunnatga amal qilamiz deb turgan insonlar hukmlarni o'rganishda mustahab bo'lsa hech amal qilmay qo'yadi. Ya'ni ko'pchiligi shunday. Va payg'ambarimiz alayhisalom nahiy qilgan narsalar ham shunday. Alloh taolo va ma nahakum, sizlarni nahiy qilgan narsalaridan anhu fantahu tiylilar deyapti. Sizlarni nahiy qilgan narsasi harommi edi? Shirkmi, kufrmi, bid'atmi, makruhmi, tahrimiymi, tanzihiymi? Alloh taolo hammasini zikr qilyapti. Hammasidan tiyilasiz. Ayni hozirgi sunnat masalasida aytilgandek ilmiy masala zikr qilinadi. Payg'ambarimiz falon hadisda falon narsani man qildi, bu harom. Falon narsani man qilgan, bu tahriman makruh. Bunisi tanzihan makruh. Bular ilmiy masalalar bular. Biz ko'rib turib payg'ambarimiz buni man qildi ekan, bu tanzihiy makruh ekan xolos. Zarar qilmaydi demasligimiz kerak. Haqqimiz yo'q. Chunki Alloh taolo mutlaq aytayapti: "Va ma nahakum anhu fantahu" deb. Ba'zi bir dajjollar payg'ambarimiz alayhisalomning amallarini u kishini o'zini zamonidan, o'zining urf-odatdan kelib chiqqan narsalar. Vahiyga hech qanday aloqasi yo'q. Shariatga hech qanday aloqasi yo'q. Musulmon payg'ambarning qilgan amallari, sunnatlarida ixtiyorli, xolasa amal qiladi, xolasa amal qilmaydi. Ya'ni payg'ambarimizning qavli, fe'li, taqriri va sifatlari 4 ta masalada xolasa amal qilsin, xolasa amal qilmasin. Bu shar'iy masala emas. Payg'ambarning qilgan amallari odatiy masala deyishdi. Dunyoning har tarafidan bunday kazzob, dajjal olimlar chiqdi va ming afsuslar bo'lsinki, ular shuhrat topdi. Albatta avvalo kufr, keyin fosiq hukumatlar, kuchlar ularni qo'llab-quvvatladi, kitoblar yozildi. Shularning fikrlari hozir vasvasa qilinib musulmonlar o'rtasiga kirgizilyapti.
ba'zan mukammal kitob holatda tarqatilyapti, ba'zan bo'lim-bo'lim, parcha-parcha, bir qism-qism qilib musulmonlarga tashlanyapti bu narsalar. Ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Bunday fitnalarga, tuzoqlarga tushib qolmasligimiz kerak. O'tgan oyatda aytilgandek, Rasululloh olib kelgan hamma narsani ushlaymiz, man qilgan narsadan tiyilamiz. Bu bizning qoida-i kulliyamiz. Endi ularni rad qilishlik uchun Payg'ambarimiz alayhisalomning so'zi, fe'li, taqriri, sifati bular hammasi shariatga aloqasi bo'lgan narsalardir, vahiy bilan sobit bo'lgan narsadir. Biz shu suhbatda boshida aytdik, Qur'ondan keyin islomdagi eng buyuk masdar, eng muhim masdar marji bu sunnatdir. Va zaten Qur'onda o'zi ikki qoida bor, ikki dalil bor, ikki asos bor, Qur'on va sunnat. Kitob va sunnat, boshqa yo'q. Endi ijmo va qiyos bor. Ijmo ham Qur'on hadisga suyangan holatda bo'ladi. Qiyos Qur'on hadisga suyangan holatda bo'ladi. Agar ijmo Qur'on hadisga suyanilmasa, e'tibori yo'q, botil u ijmo. Kim qilgan bo'lsa bo'lsin. Yoki olimlar to'plandi, eng katta olimlar. Bo'lishi mumkin emas, lekin biz faraz qilaylik. Farazan aytaylikki, eng katta olimlar to'planishda ijmo qilindi. Ijmo Qur'on hadisga xilof. Mardud rad qilinadi, olinmaydi. Yoki qiyos. Qiyos ijtihod degani bir olimning, mujtahidning ijtihodi. Qanchalik katta olim bo'lsa bo'lsin, qanchalik katta mujtahid bo'lsa bo'lsin, butun ulamolar tarafidan qabul qilingan va yaxshi ko'rilgan olim bo'lsa bo'lsin, uning ijtihodi Qur'on va hadisga muvofiq bo'lishlik kerak. Muvofiq bo'lmasa mardud, rad qilinadi. Demak, islomdagi asos Qur'on va hadis ekan. Shuning uchun ulamolar doim Qur'on va hadis deb ta'kidlaydi. Endi bu degani ijmo bilan qiyosni rad qilish degani emas. Ijmo bilan qiyos bunga qaytadigan asos. Buni dalili Najm surasi 3-4 oyatlar. Va ma yantiqu anil hawa. Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zining havosidan gapirmaydi. In huwa Muhammad alayhisalomning gapirgan narsalari, u kishidan sodir bo'lgan narsalar hech narsa emas deyapti Alloh taolo. In huwa, in degani ma degan ma'noda. Ya'ni hech narsa emas. Qarang, nafiy qilyapti. Hech narsa emas, illa vahyun. Faqatgina vahiydir deyapti. Yuha vahiy qilinadi. Ya'ni Alloh tarafidan vahiy qilinadigan vahiydir deyapti. Qarang, oyatning mukammalligini qarang. Alloh taolo aytayaptiki, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nutqi, gapirgan narsasi Alloh tarafidan vahiy qilinadigan, vahiydan boshqa narsa emas deyapti. Alloh subhanahu va taolo Robbul alamin payg'ambarimizning so'zini vahiy desa va bu kazzob dajjollariki bizga Qur'on yetadi. Bizning qonunimiz, dalilimiz Qur'on xolos. Sunnat bizga kerak emas. Sunnat payg'ambarning bir odati xolos yoki arablarda o'sha zamondagi bir odatdan kelib chiqqan narsa. Biz xolasiga qilamiz, xolasiga qilmaymiz deydigan kazzob dajjollar Qur'on bizga yetarli deydi. Mana bu oyat Qur'onda kelmayaptimi? Sunnatning ahamiyatini, payg'ambarimiz alayhisalomning so'zi, fe'lini ahamiyatini va payg'ambarimizning so'zi, fe'li vahiy ekanligi, Alloh tarafidan ekanligi bu oyat ularga ko'rsatmayaptimi? Dalil bo'lmaydimi? Tushunmaydimi ular? Tushunishni xohlamaydi. Bilishadi. Juda yaxshi biladiki, payg'ambarimizning sunnati vahiy. Usul kitoblarda zikr qilinadi, vahiy ikki qism bo'ladi. Bir al-vahyul jali, ochiq vahiy, bu Qur'on. Ikkinchisi al-vahyul xafi, maxfiy vahiy. Bu sunnatdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnati maxfiy vahiy hisoblanadi. Qur'on esa ochiq vahiy hisoblanadi. Mana bu oyat bu masalani hal qildi. In huwa, payg'ambarning gapirgan narsasi hech narsa emas, illa vahyun yuha. Vahiy qilinadigan vahiy xolos deyapti. Vahiydan boshqa narsa emas deyapti. Qanday qilib vahiy bo'lishligi mumkin? Payg'ambarimiz alayhisalom mana Alloh taolo aytdiki, "Va ma yantiqu anil hawa", havosidan gapirmaydi. Har bitta gapirishdan oldin o'ylanardilar.
shu masalani hukmini bayon qilmoqchi, biror narsaga buyurmoqchi yoki nahiy qilmoqchi o'ylanardilar. Qani bormi? Agar bo'lsa, biror oyatdan zikr qilib aytadilar yoki oyatdan istinbot qilib chiqarib aytadilar. Oldindan aytilgan hukm bo'lsa buni zikr qiladi, agar bo'lmasa kutardilar. Shoshilmas edilar. Men payg'ambarman-ku demas edilar. Bunga dalil bir kuni bir sahobiy kelib aytdiki, ya Rasululloh, makonlarning eng afzali va makonlarning eng yomoni qayerlar deb savol so'raganda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, bilmayman. Jibril alayhisalomdan so'ray, u kishi aytsa keyin aytib beraman dedilar. Qani o'ylanib o'tirib, bizga bayon qilingan narsalarga qaraganda yerlarning eng yaxshisi, masalan, Alloh zikr qilingan yerlar yo diniy xizmatlar bo'lgan yerlar deb qo'ysa bo'lar edi, ammo unday demadilar. Yomon yerlar endi gunoh bo'lgan yerlarda desa bo'lar edi. Masalan, bizdan bir odam so'rasa, ya'ni musulmonlarning ko'pchiligi bu savolga hech o'ylanib o'tirmaydi. Darrov ijtihod qilishni boshlaydi. Yaxshi yerlar albatta diniy amallar bo'ladigan yerlar, yomon yerlar araq ichiladigan, zino qilinadigan, musiqali yerlarda deb darrov javob berib qo'yamiz. Shuni ham bilmaysanmi deb ma'lumot ham qilib qo'yamiz. Ammo payg'ambarimiz alayhisalom bilmayman dedilar. Jibril alayhisalomdan so'radilar. Jibril alayhisalom aytdilarki, Alloh taolo menga aytmaguncha men ham bilmayman dedilar. Va Jibril alayhisalom Allohning huzuriga bordi, shu savolni so'radi. Ki Alloh taolo aytgandan keyin kelib payg'ambarimiz alayhisalomga aytdi. Payg'ambarimiz alayhisalom u sahobani chaqirdilar, keldilar. Aytdilarki, yerlarning, mintaqalarning eng yaxshisi masajiduha, masjidlari dedilar. Yer yuzining eng yaxshi yerlari, afzal yerlari masjidlardir. Va eng yomon yer asvaquha, bozorlari dedilar. Qarang. Masjidlari deganda bizi zamondagi musulmonlar yaxshi ko'radi-yu, bozorlari desa hayron qolishadi. Lekin hayron qolsa ham yoki nafsiga yoqmasa ham, qanday tuyulsa tuyulsin, buni islom aytayaptiki, yer yuzining eng yomon yerlari bozorlaridir. Bozorlar. Bozorlardan ehtiyot bo'lishlik kerak demakki. Hech bozorga bormagin degan gap yo'q, borasiz bozorga. Lekin ehtiyot bo'lasiz. Eng xatarli, eng yomon yerlar. Qarang, payg'ambarimiz alayhisalom vahiyni kutyaptilar. Bir gapni gapirishdan oldin kutyaptilar. Har bitta amallari shunday edi. Agar mabodo payg'ambarimiz alayhisalom ijtihod qilsalar va ijtihodlarida xato qilgan bo'lsalar, darrov Alloh taolo Jibril alayhisalomni jo'natar edi va to'g'rilab qo'yar edi. Bunga dalillar nihoyatda ko'p. Masalan, o'sha ikkita qabrda oldan o'tdilar payg'ambarimiz alayhisalom. Mashhur hadislar. Aytdilarki, shu qabrdagi odamlar azoblanyapti. Alloh taolo buni bildirdi payg'ambarimizga. Bo'lmasam payg'ambarimiz alayhisalom har qabrda oldan o'tsa, u qabrdagini jannatdaligini yoki jahannamdaligini bilmaydilar. Lekin shuni Alloh taolo bildirdiki, ummatga, insoniyatga bir ilm sobit bo'lsin deb. Ogoh bo'lsin, ehtiyot bo'lsin deb. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, shu qabrdagilar azoblanishyapti dedilar. Va aytdilarki, lekin ular azoblanishiga sababchi bo'lgan amal katta gunoh emas dedilar. Biroz to'xtadilar-da, shundan keyin aytdilarki, yo'q, katta gunoh dedilar. Qarang, Jibril alayhisalom keldi. Katta gunohdan azoblanmayapti deganlarida, mana xato bo'ldi. Jibril alayhisalom kelib tushuntirdiki, yo'q, katta gunoh sababidan bo'lyapti. Keyin aytdilarki, katta gunoh sababidan bo'lyapti dedilar. Aytdilar, bittasi chaqimchilik qiladi, gap toshiydi, insonlarning o'rtasini buzadi, ikkinchisi najosatdan saqlanmaydi, bovuldan saqlanmaydi dedilar. Mana shu ikkalasi demak katta gunoh. Gap toshishlik, chaqimchilik katta gunoh va bovuldan, najosatdan saqlanmaslik katta gunoh. Bunga o'xshagan dalillar nihoyatda ko'p. Payg'ambarimiz alayhisalomdan birorta so'zda yoki fe'lda xato sodir bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo uni tuzatar edi. Shu bilan payg'ambarimizning butun hayoti vahiyga aylanyapti. Alloh tarafidan boshqarilyapti. Yo Alloh taolo uni aytayapti,
Jibril alayhissalom orqali aytilyapti. Qanday vahiy bo'lyapti-da bu ham. Lekin Qur'on emas bu. Yoki Alloh taolo to'g'ridan to'g'ri payg'ambarimizga o'zi ilhom qiladi, qalbiga tushiradi. Xullas, vahiyga bog'liq payg'ambarimizning butun sunnatlari. Shuning uchun sunnatni inkor qilgan, islom dinini yarmini inkor qilgan bo'ladi. Kofirlar shuning uchun mana shu tarafdan kelishyapti. Alloh taolo payg'ambarimizning mana har bitta gapirgan gapini vahiy ekanligini isbot qildi. Va ma yantiqu anil hawa. Muhammad alayhisalom havodan gapirmaydi, o'zini nafsidan gapirmaydi, o'zini xohishidan kelib chiqib gapirmaydi. In huwa illa vahyun yuha. U kishining gapirgan narsalari vahiy qilinadigan vahiydir. Keyingi dalil oyat Ali Imron surasi 31-oyat. Alloh subhanahu va taala albatta butun insonlarni o'ziga muhabbat qilishlikka buyurdi. Kimiki Allohga iymon keltirgan bo'lsa, Allohni yaxshi ko'rishlik kerak. Allohga muhabbat qilish kerak. Allohga muhabbat qilmagan inson qanchalik iymon keltirgan bo'lsa, qanchalik amal qilgan bo'lsa, bekor, botil, kofirdir. Shunchalik muhim masalani Alloh taolo payg'ambariga bog'layapti. Qarang, Allohga bo'lgan muhabbat masalasini payg'ambarga bog'layapti. Aytayaptiki, Ali Imron surasi 31-oyatda: "Qul in kuntum tuhibbunalloha." Ayting Muhammad alayhisalom: "Ey insonlar, agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsalaringiz, Allohga muhabbat qiladigan bo'lsalaringiz." Buni hamma da'vo qiladi. "Fattabi'uni." Menga ergashinglar deyapti. Ya'ni menga ergashinglar deb aytishlikka Alloh taolo payg'ambarimizni buyuryapti. Ey Muhammad, aytgin insonlarga deyapti. Agar ular Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsa, senga ergashishlik kerak. Qarang, oyatni qarang. Oyat sunnatda ahamiyatini, payg'ambarimizning amallari, payg'ambarimizning hayoti, siyratini, ahamiyatini nihoyatda ravshan qilib ko'rsatyapti-ku. Demak, biz payg'ambarimizga ergashmasak, Alloh bizni yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rmaydi Alloh taolo. Biz payg'ambarimizga ergashmagan holatda Allohga muhabbatni da'vo qiladigan bo'lsak, soxtakor bo'lamiz. Yolg'onchi bo'lamiz. Va biz sunnatni qanchalik tark qiladigan bo'lsak, Allohning muhabbatidan shunchalik uzoqlashamiz. Sunnatga e'tiborsizlik qilmaylik. Bu mustahab ekan, bu sunnat ekan, yoki nima bo'lsa ham sunnati muakkada-ku, farz emas-ku, tark qilsa harom bo'lmaydi-ku demaylik. Shuni yaxshilab bilib qo'ying. Mana oyat aytayapti. Siz qanchalik sunnatdan uzoqlashsangiz, qanchalik sunnatni tark qilsangiz, shunchalik Allohning muhabbatidan uzoqlashasiz. Sizni Alloh taolo shunchalik yomon ko'radi. Yomon ko'radi Alloh taolo. Chunki insonning holati ikki xil bo'ladi. Yo mahbub bo'ladi, yoki manfur, mabg'uz bo'ladi. Ya'ni yaxshi ko'riladigan bo'ladi yoki nafrat qilinadigan, yomon ko'riladigan bo'ladi. Ya'ni bitta amalingizni Alloh taolo ham yaxshi ko'rsa, ham yomon ko'rsa mumkin emas. Yaxshi ko'rmadimi, demakki yomon ko'radi. Yomon ko'rmadimi, demakki yaxshi ko'radi. Ikkalasidan bittasi bo'ladi. Ikkalasi jam bo'lmaydi. O'zimiz ham shundaymiz. Bir amalda ham yaxshi ko'rib, ham yomon ko'rishligimiz mumkin emas. Yo yaxshi ko'ramiz, yo yomon ko'ramiz. Alloh taolo ham sizni bir holatingizni, bir amalingizni, bir so'zingizni yo yaxshi ko'radi yoki yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rganligini biz qayerdan bilamiz? Aslida bu bizga saodat edi, ne'mat edi. Alloh taolo bizni yaxshi ko'radimi, yaxshi ko'rmaydimi? Gapiradigan gapimizni yaxshi ko'radimi, yaxshi ko'rmaydimi? Qiladigan amalimizni yaxshi ko'radimi, yaxshi ko'rmaydimi? Buni bilishlik uchun Alloh taolo bizga bir alomat qo'yapti. Payg'ambarga ergashishlik. Biz butun hayotimizni Alloh taolo yaxshi ko'radigan, Alloh qabul qiladigan, rozi bo'ladigan bo'lishligini xohlasak, butun hayotimiz payg'ambarimizning butun hayotiga muvofiq bo'lishlik kerak. Har bitta so'zimiz, fe'limiz, sifatimiz, fikrimiz, aqidamiz, hammasi, axloqimiz payg'ambarimiz alayhisalomnikiga o'xshagan bo'lishlik kerak. Shunda Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Biz qanchalik sunnatni tark qilsak, shunchalik yomon ko'radi bizni. Buni bilib qo'yaylik. Qarang, bu gaplarni biz ahli sunnaga aytyapmiz. Biz ahli sunnamiz deganlarga aytyapmiz.
Ming afsuslar bo'lsin, ya'ni bu zamonda shu ahli sunnamizdagi insonlar sunnatga nihoyatda beparvo. Nihoyat darajada beparvo. Aytayapsiz-ku, shu sunnati muakkadada biroz ixtilof qilinadi. Amal qilsak, qilmasak. Mustahab to'g'risida amal qilmasligida hech qanday ixtilof yo'q. Bemalol tark qilinaveradi. Lekin shuni bilingki, Alloh sizni yaxshi ko'rmayapti u holatda. Dunyoni qayerda bo'lsangiz bo'ling, bahona qilmang, biz musofirmiz yoki muhojirmiz, begona yurtlarda yuribmiz, yo bu yerdagi hukumatlar yomon ko'radi yoki yaxshi ko'radi, qarshi ekan, muxolif ekan degan narsalarni bahona qilmang. Siz qayerga borsangiz ham Allohning mulkida yuribsiz. Qayerga borsangiz shu oyat sizga tavajjuh qilyapti, yuzlanyapti. Qul, ayting Muhammad alayhisalom, in kuntum tuhibbunalloha, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsalaringiz. Hammamiz yaxshi ko'ramiz-ku, da'vo qilamiz-ku. Yaxshi ko'rmasak kofir bo'lamiz. Qancha namoz o'qisak o'qiylik, qancha jihad qilsak qilaylik, Allohni yaxshi ko'rmasak kofir bo'lamiz. Alloh aytayapti, agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, fattabi'uni, menga ergashinglar. Payg'ambarga ergashasiz. Ergashmasdan boshqa chorangiz yo'q agar Allohning muhabbati sizga kerak bo'ladigan bo'lsa. Yuhibbukumullohu, shunda Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi. Qarang. Ochiq aytayapti Alloh taolo. Yuhibbukumulloh. Payg'ambarga ergashinglar, yaxshi ko'raman deyapti. O'zi Alloh taolo payg'ambarni nima uchun jo'natdi? Biz mana shu payg'ambar jo'natilishlik, risolat nubuvatdan bo'lgan g'oyani, maqsadni bilsak, shunda bu masalani tushunamiz. Alloh taolo bizga payg'ambar jo'natdi, bu payg'ambarni namuna qilib jo'natdi. O'rnak qilib jo'natdi. Sizlarga men Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib jo'natyapman. Shu Muhammad alayhisalomdek bo'lasizlar. O'rganinglar, ergashinglar, namuna olinglar dedi. Mana hozir keyingi oyatda shuni ochiq zikr qilinadi. Alloh taolo bizni yaxshi ko'radi va yaghfir lakum zunubakum va butun gunohlaringizni kechiradi. Allohni jo'natgan elchisiga ergashmasangiz, undan o'rnak olmasangiz, unga o'xshashlikka harakat qilmasangiz, Allohning elchisini zoya qilgan bo'lasiz. E'tiborga olmagan bo'lasiz. Alloh taolo o'zining elchisini hayotida o'zini yaxshi ko'radigan, rozi bo'lgan narsalarni bizga ko'rsatdi. Va mana oyatda ochiq aytayaptiki, Ahzob surasi 21-oyat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Qasam bilan zikr qilyapti Alloh taolo. Bu yerdagi lom qasam uchun. Laqad, qasam ichaman deyapti Alloh taolo. Qasam ichib gapiryapti. Sahobalar ta'sirlanardi, yana ham ta'sirlanardiki, ya Robbi, nahotki biz shunchalik bir shuursiz, shunchalik bir ta'sirlanmaydigan, shunchalik g'ofil insonlar bo'lib ketgan bo'lsak-ki, bizga bir masalani bayon qilganligingda qasam ichligingga to'g'ri kelyapti. Qarang, qasam ichib aytayapti Alloh taolo. Inson bu kadar bir shuursiz, ta'sirlanmaydigan bo'lmaslik kerak. Xususan Allohga iymon keltirgan, xususan biz ahli sunnamiz, sunnat bizi dalilimiz, sunnat bizi marjimizdagi insonlar bunday oyat hadislarga bu kadar bir o'likka o'xshab, bu kadar bir g'aflat bilan muomala qilmaslik kerak. Alloh taolo insonlarning g'aflatini bilganligi uchun o'zi yaratgan, o'zi biladi. Qasam ichyapti, qasam ichaman deyapti. Va qasam bilan kifoyalanmayapti, yana ta'kidlayapti, qodi, haqiqatdan ham deyapti. Qasam ichaman, haqiqatdan, chindan ham, shubha qilmanglar, o'ylanmanglar, taraddud qilmanglar. Kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Rasulullohda, Muhammad alayhisalomda sizlar uchun go'zal bir namuna bor deyapti. Go'zal bir o'rnak bor edi deyapti Alloh taolo. Eng go'zal namuna, eng go'zal o'rnakdir. Alloh aytayapti-ki buni. Agar biz sunnatdan ta'sirlanmasak, Qur'ondan ham ta'sirlanmaymizmi? Allohning kalomi bizni fikrimizni, hayotimizni o'zgartirishligi kerak emasmi? Bu Qur'on asatirul avvalin, oldingilarning afsonalari emas-ku. Eshitib turib yig'ishtirib qo'yiladigan narsa emas-ku. O'qiganimizda sal ta'sirlanib turib, ko'zimiz oldidan sunnatga xilop bo'lgan butun amallarimiz bir pasda o'tadi-da, Alloh o'zi kechirsin, o'zi ko'rib turibdi-ku, uzrimizni biladi-ku, kitob sekin berkitib yig'ishtirib qo'yadigan narsa emas-ku bu.
Yahud nasroniylar nima uchun bunday holatga tushdi? Allohning la'natiga qoldi, g'azabiga qoldi. Shunday muomala qilganligi uchun, Tavrot Injilni o'qib, yig'ishtirib qo'yganligi uchun. Tavrot Injilni inkor qilgani yo'q ular. Tashlab yuborgani yo'q. Tavrot Injilni ular ham yaxshi ko'radi. O'qishadi, yodlashadi, bolalariga ham o'qitiradi. Har bittasini uyida Tavrot Injili bor. Lekin o'qib, yig'ishtirib qo'yganligi uchun Allohning la'natiga qoldi, Allohning g'azabiga qoldi. Biz Yahud nasroniylar yo'lidan ketmaylik, ularga o'xshamaylik. Biz sahobalarga ergashaylik, sahobalardek bo'laylik. Bu oyatlar bizni fikrimizni, hayotimizni o'zgartirsin. O'zgarishlik uchun kelyapti bular. Alloh taolo bizni hayotimizga aralashyapti. Yaxshi emasmi? Alloh taolo sizni hayotingizni to'g'irlab turgan bo'lsa, isloh qilib turgan bo'lsa. Va yana bizni yomonlikka chaqirgani yo'q-ku. Usvatun hasana, go'zal o'rnak deyapti. Go'zal bir namuna bor, go'zal bir misol bor deyapti. Bütün go'zalliklar payg'ambarimiz alayhisalomning hayotida, siyratidadir. Bütün amallarimizda biz o kishiga o'xshashlikka harakat qilishligimiz kerak. Harakat qiling qo'lingizdan kelganicha. Niyat qiling, azm qiling, himmat qiling, duo qiling. Ya Robbi menga nasib qilgin. Mukammal holatda sunnatga amal qilishlikni nasib qilgin deb duo qiling. Doim aytyapmiz. Agar sunnatga amal qilganligingiz uchun sizni o'ldirishadigan, qamaydigan, qattiq zulm qiladigan bo'lsa, bu bahona bo'lmaydi. Hijrat qiling. Oyat hadislarda mana yuzlarcha dalillar bor. Hijrat qiling. Allohning yeri keng. Hech qanday uzrimizni Alloh taolo qabul qilmaydi. Va bu masalada yana ham ochiqroq bir gapni gapiramanki, ikkita sunnat bor. Biri as-sunnatul muhammadiyya. Muhammad alayhisalomning sunnati. Ikkinchisi as-sunnatu shaytoniyya, shaytoniy sunnatdir. Shuni yaxshilab bilib olinglarki, sizlar ikkalasidan bittasiga amal qilasizlar. Boshqa chora yo'q. Har bitta inson shu ikkala sunnatdan bittasiga amal qiladi. Ya sunnati muhammadiyyaga amal qiladi, yoki uni tark qilgandan keyin xolamasa shaytoniy sunnatga tushadi. Xolasangiz, xolamasangiz shaytonning amaliga tushasiz, buni bilib qo'ying. Buni boshqa chorasi yo'q buni. Buni boshqa hukmi yo'q. Agar bir uzringiz bo'lsa, uzringizni shariat vaqtinchalik qabul qiladi. Hozirgi aytganimizdek, sizni o'ldiradigan holatda bo'lsa, tezroq hijrat qilguningizga qadar, tezroq zolimlarning qo'lidan qutulishligingizga qadar siz bu sunnatlarni xilofini qilishligingiz mumkin. Buni shariat kechiradi. Shariat o'zi izn bergan sizga, yo'l ko'rsatgan. Lekin doimiy holatda siz buni xorlikka, sunnatsiz bir hayotga, sunnatsiz bir kayfiyat, sunnatsiz bir yashashga rozi bo'lishligingiz mumkin emas. Shaytoniy hayotga rozi bo'lgan bo'lasiz. Zaten kofirlarning maqsadi shu. Kofirlarning murodi shu. Shuncha pul to'kayapti, shuncha jang qilyapti, shuncha harakat qilyapti. Kecha kunduz uxlamasdan musulmonlar ustiga fitna qilyapti shuning uchun. Sizni islomdan uzoqlashtirishlik uchun payg'ambaringiz hayotidan, muborak, go'zal, munavvar, saodatli hayotdan, sunnat hayotidan uzoqlashtirishlik uchun qilyapti ishlarni hammasini. Shaytoniy sunnatga tushgan bo'lasiz. Hech narsani bahona qilmang. Biz ichimizda mana biz yashayib turgan zamonda, biz yashayib turgan shu imkoniyatlarda biz qilmayib turgan, biz amal qilmayib turgan sunnatlarni qilyap turgan birodarlarimiz bor-ku. Shular ham bizga o'xshagan inson-ku. Ularga shu sunnatlarga amal qilyap turgan insonlarga hukumatlar xos bir qog'ozlar yozib bergani yo'q. Sendan biz rozi bo'ldik ya biz imtihonimizdan o'tding, sen sunnatlarga amal qilavergin deb. Yoki ularga Alloh tomonidan bir va'da bo'lgani yo'qki, sen oldinga biz 5 ta farishta qo'yib qo'yganmiz, bemalol sunnatlarga amal qilaver degan narsa yo'q-ku. Biz qanday imkoniyatda bo'lsak, ular ham shunday imkoniyatda ichida. Shu ba'zi birodarlarimiz amal qilyaptimi biz ichimizda, biz oramizda. Mana shu agar biz amal qilmayib turgan bo'lsak, bizni alayhimizga, zararimizga hujjat. Zararimizga hujjat bo'lyapti shu birodarlar. Shularni har ko'rganimizda bizni zararimizga hujjat bo'lyapti ular. Dalil bo'lyapti. Qiyomatda biz ya Robbi biz payg'ambarning hayotida yashay olmadik. Sen aytding kitobingda, sunnatga amal qilmasalaringiz yaxshi ko'rmayman deding. Nafrat qilaman, betlaringizga qaramayman deding. Lekin biz amal qilolmaganligimizning sababi falon mana 100 mingta dalilimiz bor, hujjatimiz bor deganingizda Alloh taolo aytadiki, shu sen yashagan mintaqada falon kishilar yo'qmidi?
Tanir eding-ku. Tez-tez ko'rishib turarding. Shular amal qilgan, sen nimaga amal qila olmading? Nimaga bu uzrlarni, bahonalarni qilmadi? Qani o'zimizga bog'liq bo'lgan masala bu. Biz duo qilaylik. Bizni ko'zimizga qiyin ko'rinishi mumkin, Allohga oson. Oson Alloh taologa. Bizi zamonimizda shunday insonlar borki, dunyoni qayeriga borsa, mukammal sunnatga amal qilgan holatda bo'ladi. Shular ham inson. Bizi zamonimizda yashayapti. Masalan, Arab diyorlarining ba'zi shayxlari, olimlari yoki Pokistonni ba'zi shayxlari, olimlari dunyoni qayeriga borsa, shu uzun libos kiygan holatida, soqoli uzun, sunnatga muvofiq va yo masalan sallasi bor yoki boshqa, xullas sunnatga mukammal muvofiq holatda. Dunyoni qayeriga borsa bo'lsin, Rossiyaga, Moskvaga boradimi? Amerikaga boradimi? Yevropaga boradimi? Yaponiyaga boradimi? Isroilga boradimi? Dunyoni qayeriga borsin, mana shu shaklda boradi. Men kufrni markaziga ketyapman, kostyum kiyib olay, yo sallamni yechib qo'yay, yo soqolimni sal qisqartirib olsammikin degani yo'q. Agar bir bahona qiladigan bo'lsa, ular bahona qilsin. Ular katta olimlar, mashhur shaxsiyatlar. Lekin qaytga borsa shu holatda boradi. Agar birortasi aytsa-ki, siz Moskvaga bu holatda kela olmaysiz. Moskvaga kelishingizni xohlaymiz, keling yoki Londonga kelishingizni xohlaymiz. Sizni kelishligingiz islomga katta foyda bo'ladi, lekin siz kostyum kiyib kelishligingiz kerak desa, u shayxlar qabul qilmaydi. Yo'q, bo'lmasam bormaymiz deydi. Bormayman deydi. Men uchun bu xorlik deydi. Qarang, o'ziga xorlik deb biladi bu narsani. Biz sunnatga muxolif bo'lgan narsalarni o'zimizga xorlik deb bilishligimiz kerak. Bo'lmasam libos masalasi butun ulamolar biladiki, illoki uzun bo'lishligi shart emas. Libosning masalasi uzun bo'lishligi mustahab. Va libosda o'zi agarchi uzun bo'lmasa ham keng bo'lsa, badanni ko'rsatmasa va har xil bir bema'no shirk kalimalar yozilgan bo'lmasa, kofirlarga tashabbuh o'xshashlik bo'lmasa, oddiy bir ko'ylak libos bo'lsa, ya'ni kostyum bo'lsa ham islom odoblariga xilof bo'lmasa, hech kim uni man qilmaydi. Ya'ni makruh emas, harom emas. Lekin payg'ambarimiz alayhisolamning libosi ma'lum, u kishining kayfiyatining libosi ma'lum. Biz unga harakat qilishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolamning sunnatlari butun payg'ambarlarning sunnati. Yaqinda internetda shu bir masala to'g'risida ma'lumot to'playib turdim. Ya'ni shu nasroniylarning krestini bo'yniga taqishlik to'g'risida. Chunki ko'pchilikdan savol keldi, masalan, bir musulmon bo'yniga taqadigan bo'lsa, kofir bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunga ma'lumot to'plashlik uchun internetda yozib shunday nima taqishlik to'g'risida deb yozdimda. Oyat hadislardan dalillar ma'lum, ya'ni kufrligi ma'lum-u, lekin ba'zi olimlar tomonidan ba'zi bir podsholarni rioya qilgan holatda kufr bo'lmaydi, ya'ni kofir bo'lmaydi degan fatvolar chiqqanligi uchun insonlar o'rtasiga shubha tushib qolgan. Shularning shubhasini rad qilishlik uchun men zamondan ham ba'zi dalil ko'rsatishlik maqsadida kirdim shu mavzuga. Keyin albatta nasroniylarning marosimlari chiqdi. Ya'ni shu bizning zamonimizdagi marosimlari. Hali o'zlarining shogirdlari yetishyapti, katta papazlar, hali yetishgan shogirdlarning bo'yniga mana shu krestni, hajni taqiyapti. O'sha marosim. Hali marosimni kuzatyapman. Hammasi o'sha yerdagi dindor dinligalar hammasi uzun libos kiygan. Ular botil, qarang, hammasi uzun libos kiygan. Shularning eng katta papazlarni diqqat qildim. Masalan, soqoli uzun. Uzun soqoli bor. Ya'ni kofirlar ham biladi, yahud nasroylar ham juda yaxshi biladi. Nima sunnat, nima sunnat emas. Ular bizni adashtirishlik uchun mana bunday jaholatni reklama qilyapti. Xolos ular. Ular bizga taqdim qilyapti turgan, o'rgatyapti turgan narsasi yaxshi emasligini, sharmandalik ekanligini juda yaxshi bilishadi. Dunyoni qayeriga borsangiz boring, butun kofirlarni, shu dindor odamlarini hammasini siyrati shunday. Hammasini kayfiyati shunday. Yahudiylarning papazlarini ko'rasizmi, ahborlarini? Nasroniylarning rohiblarini ko'rasizmi? Mushriklarning rahbarlarini ko'rsangiz, butparastlarning rahbarlarini ko'ring. Shularning dindorlarini ham hammasini siyrati mana bu narsa. Chunki
Mana bu kayfiyat butun payg'ambarlardan kelgan narsa bu. Yahudiylar yaxshi biladiki, Musa alayhisalomning siyrati uzun libos kiyardilar, soqollari uzun edi. Nasroniylar juda yaxshi biladiki, Isa alayhisalomning kayfiyati, siyrati, sunnati shunday edi. Endi Muhammad alayhisalom albatta shunday bo'ladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Nima uchun, qanday qilib endi biz Yahud nasroniylar o'zlari ham bilib tursa-yu, musulmonlar qanday qilib Yahud nasroniylardan kelib turgan vasvasani, jaholatni haq deb qabul qilishadi? Va payg'ambarning sunnatidan yo qo'rqadi, yo nafrat qiladi, yoki jaholat deb biladi. Yoki zamondan orqada qolganlik, fikri torlik, bu zamonda, bu diyorlarda bunday soqol qo'yib yurishlik, uzun libos kiyishlik menimcha to'g'ri kelmaydi bu. Xato bu. Noto'g'ri deydi. Hech uyalmasdan shu narsalarni gapiradi shuni. Musulmon gapiradi shuni. Lekin buni sunnatligini qarang, Yahud nasroniylar biladi buni. Juda yaxshi bilishadi. Butun payg'ambarlarning sunnati edi bu, kayfiyati edi, siyrati edi. Allohning rasulida sizlarga go'zal bir o'rnak bor. Alloh taolo payg'ambarni jo'natdiki, ergashinglar, o'rganinglar. Shunga qarab amal qilinglar deb jo'natdi. Boshqa maqsadda jo'natmadi. Biz u kishiga ergashmaganligimizdan keyin payg'ambar jo'natilishlikdan bo'lgan asosiy birinchi maqsad, birinchi g'oyani tark qilgan, ehmol qilgan bo'lamiz. Zulm qilgan bo'lamiz. Mana payg'ambarda o'rnak bor deganda Alloh taolo nima deyapti? Kim uchun? Liman kana yarjulloha val yawmal akhir. Allohdan va oxirgi kundan, qiyomat kunidan umid qiladigan kishilarga. Allohdan umidimiz bormi? Demakki, Rasulullohga ergashaylik. Sunnatga ergashaylik. Oxiratdan umidimiz bormi? Ergashaylik sunnatga. Ta'sirlanmaylik hech qanday holatdan. Sunnatni ba'zan tarksiz bo'ladi, shariat buni ko'rsatyapti. Lekin bizni ba'zan deganimiz 20 yilga, 30 yilga cho'zilib ketmasin. Butun hayotimizga aylanib ketmasin. Mana bu oyatlarda Alloh taolo maqtagan, fazilatini bildirgan bo'lsa, boshqa oyatlarda Alloh taolo tahdid qiladi, qo'rqitadi. Islomning doim tarbiya, ta'lim uslubi shunday. Oldin shirin gapirib, fazilatini bayon qilib, go'zalliklarni ko'rsatib, targ'ib beradi, da'vat qiladi. Qabul qilmaganlarni keyin tahdid qiladi. Mana Nur surasi 63-oyatda Alloh taolo aytayaptiki: "Falyahzarillazina yukhalifuna an amrihi." An amrihi dagi hu zamir Rasulullohga ketyapti. Rasulullohning buyrug'iga muxolifat qiladiganlar hazar qilsin, qo'rqsin, ehtiyot bo'lsin. Nimadan? An tusibahum fitnatun. Ularga fitna kelib qolishligidan. Fitna yetib qolishligidan qo'rqsinlar. Aw yusibahum azabun alim. Yoki alamli azob ularga yetishligidan qo'rqsin. Mana payg'ambarimizning buyruqlariga, ishlariga muxolifat qiladigan kishilarni Alloh taolo ikkita narsadan qo'rqityapti. Biri fitna, ikkinchisi azob. Fitna va azob. Alloh qo'rqityaptimi? Sunnatni tark qilganlar sunnatni qanaqasiga tark qilsa qilsin. Qasddan, uzursiz holatda tark qiladimi yoki bahona qilib tark qiladimi yo dangasachilik qilib tark qiladimi? Qanday qilib tark qilsa qilsin, u tark qilyapti u. Shular ikkita narsani kutsin. Fitna va azobli, mana alamli azoblar. Ahmad bin Hanbal aytganlarki, fitna shirk deb. Qarang, sunnatni tark qilgan odamga shirk balosi kelyapti, kufr balosi kelyapti. Sunnat mana shu darajada muhim. Iymoningizni, islomingizni saqlanishiga sabab bo'ladigan narsa. Xolasangiz, xolamasangiz shirkka tushasiz. Kufrga tushasiz. Ayollardan misol keltiriladigan bo'lsa, ayollarning hijobida sunnatda ko'rsatilgan o'zini bir kayfiyati bor. Sunnat bayon qilgan bir kayfiyat bor ayollarning hijobida. Agar bir ayol yoki bu ayolga tegishli erkak sunnatga muvofiq hijobni tark qilsa,
bu zamondagi kofirlar xohlayib turgan, rozi bo'ladigan zamonaviy hijoblarda bo'lsa, zamonaviy hijoblar, ya'ni badanda to'sayapti-ku baribir, deb har xil ranglari har xil bo'lgan, tovlanadigan, xullas kofirlar rozi bo'lib turgan, kufr hukumatlar, fosiq hukumatlar rozi bo'lib turgan oti hijob deyilgan hijob emas aslida, shularni kiyadigan bo'lsa liboslarni. Mana sunnatga xilof bo'lyaptimi? Avvalida qalbi og'riydi baribir, achinadi. Qaniydi men mukammal sunnatga amal qilganim dedi. Eng to'g'ri sunnatga amal qilganim dedi. Hozir sunnatga muxolif bo'lib qolyapti deb oldiniga qalbi og'riydi. O'sha ayolda ham va ayolga tegishli bo'lgan erkakda ham. Lekin bu narsa davom etishligi bilan nima bo'ladi? O'rganib qoladi. Odatga aylanib qoladi. Va shu sunnatga xilof bo'lgan hijobni yaxshi ko'rishni boshlaydi. Shu yaxshi deydi. Mana ba'zi bir jamoatlar o'zi ahli sunnamiz deydi, lekin sunnatga xilof holatda hijob odat bo'lgan ularga shuni himoya qilib boshqalarni ham bunga chaqirishni boshlashyapti. Sunnatga muvofiq bo'lgan hijobni hech uyalmasdan rad qilishyapti, inkor qilishyapti. Jaholat deyapti, zamondan orqada qolishlik deyapti. Bu zamonda bunday hijobda yurishlik joiz emas. Dinni yomon ko'rsatyapsizlar. Dindan nafrat qildiryapsizlar. Insonlarni qochiryapsizlar deyishyapti. Qani nima bo'lyapti? Sunnatni tark qilishlik ertaga sunnatni inkor qilishlikka olib boryapti. Va sunnatni inkor qilishlik kufrga olib boradi. Islomiy bir hukmni, islomiy bir shiorni tark qilyapsiz. Lekin qarang, ming afsuslar bo'lsinki, hammasi jaholat. Hammasi kofirlarning mediyasidan ta'sirlanishlik. Kofirlar bizga jaholatni ko'rsatyapti, insonlar jaholatni qabul qilishyapti. Yahud nasroniylar bizni hijobdan man qilyapti. O'sha qora hijob, yuzini berkitishlikdan man qilyapti. O'zlarichi? O'zlarini bir ko'ring. Bizning zamonimizdagi dindor yahudiy ayollari yuzini berkitgan, qo'lini ham berkitgan. Qora keng hijob kiygan. Bor, mana hozir internetdan ko'rsangiz bor. Yahudiylarning hijoblari to'g'risida bir tekshirib ko'ring. Va Isroilga borishligi shart emas. Nasroniylarning hijobini o'rganishlik uchun Rimga borishligi shart emas. Internetdan ko'ring, bor ma'lumotlar. Mukammal islom qanday aytgan bo'lsa shunday bir hijobni ko'rasiz. Yuzi ham berkilgan holatda. Keng qop-qora liboslar. Ana ular ham biladi nima haqligini. Sizni adashtirishlik uchun, sizni jahannamga yo'llab qo'yishlik uchun mana bu jaholatni madaniyat deb ko'rsatyapti. Biz endi bu qadar aldanmasligimiz kerak. Erkaklardan bir misol keltiradigan bo'lsak, masalan soqol masalasi. Ya'ni ko'p uchraydigan va ko'zga tashlanadigan va kitoblarda ham ko'p misol qilingan, bizning zamonimizda ham ko'p so'ralgan, tortilgan masala bo'lganligi uchun aytayapmiz. Soqol qo'yishlik butun payg'ambarlarning sunnati va balki fitratdandir. Insonni erkaklik fitratidan soqol qo'yishlik va soqol uzun bo'lishlik kerak. Eng qisqa bo'ladigan bo'lsa bir tutam bo'ladi. Shu bir tutamga qisqartirishlik to'g'risida zaif hadis bor. Shu zaif hadisga ko'ra ulamolar izn berishgan. Agar qisqartiradigan bo'lsang, eng kamida bir tutam bo'ladigan darajada qisqartir. Undan agar kalta bo'ladigan bo'lsa joiz emas, harom bo'ladi. Soqolni tagidan olishlik harom. Endi sunnat deyapsiz-ku, qilmaganni tarkini harom deyapsiz deb ba'zilar hayron bo'ladi. Aslida soqol qo'yishlikning hukmi aslida vojib. Sunnat deyilganligi sunnatdan sobit bo'lganligi uchun. Hadislardan sobit bo'lganligi uchun sunnat deyiladi. Lekin aslida hukmi vojib. Ya'ni uchala mazhabda sarohat aytiladi. Hanafiylar, Hanbaylar, Malikiylarda sarohat aytiladiki, soqol qo'yishlikning hukmi vojib, kimiki qisqartirsa yoki tagidan olib tashlaydigan bo'lsa, harom amal qilibdi, fosiq bo'libdi deydi. Shofiylarda ikki xil qavul bor. Shofiylar biroz yumshoqroq, lekin Imom Shofiy ham bunga izn bermaganlar. Ba'zi qavullarni insonlar noto'g'ri tushunib, Shofiy mazhabida soqol qo'yishlik mustahab, olib tashlasa zarari yo'q deydi. Imom Shofiyga tuhmat qilishadi. Bo'lishi mumkin emas. Chunki payg'ambarimiz alayhisolamda 100 mingdan ko'p sahobalari bor edi, ichida birortasi soqolini qirmagan ham va qisqartirmagan ham. Qisqartirgan bo'lsa, o'sha bir tutamgacha qisqartirgan, u ham zaif hadislardan sobit bo'lgan. Shunchalik sahobalar ijmo qilyapti, birortasi olib tashamayapti, u darajadan kamaytirmayaptimi? Demak, vojib bu narsa.
Sahobalardan birorta bir dalil ko'rsata olmaysiz. Bizi zamonimizda ba'zi olimlar amal qilyapti turgan bo'lsa, u o'zini amali. Ular bizga dalil bo'lmaydi-ku. Bizning dalilimiz kitob va sunnat. Payg'ambarimiz alayhisalom sahih hadislarda soqolni uzun qilishlikka, i'fo qilishlikka buyurganlar. Amr qilganlar. Buyruq bor. Amr bo'ldimi vojib bo'ladi. Endi bir inson, bir musulmon, ahli sunnaman degan odam soqolini juda qisqartirsa yoki qirib tashlaydigan bo'lsa, albatta boshida qalbi og'riydi. Keyin sekin-sekin bu odat bo'lgandan keyin qalbi og'rimay qoladi. Achinmay qoladi. Bemalol ba'zan tabassum qilgan holatda qirishni boshlaydi. Va yana shunday holatga keladiki, soqolimni qirgandan keyin masalan, chiroyli ko'rinyapman, yosharib ketdim degan so'zlar keladi fikriga. Bu keladi, biz xolasiz xolamasiz keladi. Buni shayton tashayapti buni. Va atrofingizdagi insonlar ham ba'zi johillar yosharib ketibsizmi, soqolingiz o'sib qolsa, kofirlardan kelyapti degan masxara usullari, qarib qolsan, qariga o'xshab qolsan, betingni jum bosib ketibdi deb masxara qilishyapti. Siz shunday oynaga qarab turib, qanchalik bir chiroyli ekanman desiz, shu yerda ulamolar aytadiki, kufrda xatari bor deydi. Qanday qilib kufrda xatari bor? Chunki soqolni qirishlik, soqolsizlik kayfiyatini chiroyli deyapsiz, go'zal deyapsiz. Bu nima degani? Soqolli kayfiyati xunuk degani. Soqolsizlik, soqolni qirganlik go'zalmi, chiroylimi? Demak, soqoli bor holat xunuk ekanda. Shuning uchun bu chiroyli deyilyapti. Endi soqoli bor holatda xunuk dedingizmi, butun payg'ambarlarda xunuk dedingiz. Butun payg'ambarlarda qabih dedingiz. Butun payg'ambarlarda ko'rimsiz dedingiz. Butun payg'ambarlarda chiroyli emas dedingiz. Nafrat qildingiz, rad qildingiz. Va shunga sizni olib borayotganingiz sunnatni tark qilishlik. Shuning uchun Ahmad bin Hanbal aytayaptilarki, fitna degani shirk degani. Shirk keladi, kufr keladi sizga. Xolasiz, xolamassiz. Yoki mana liboslarimizda, sochlarimizda, o'tirish turishimizda sunnat ma'lum. Sunnatga amal qilamiz. Sunnatga amal qilmasak, shaytonga ergashamizmi? Nima qilamiz? Sochimizni tarashlik, sochimizni qisqartirishlikda kofirlarga o'xshatib sochimizni prichoska qiladigan bo'lamiz. Sochimizni qisqartiradigan bo'lamiz, to'g'rilaydigan bo'lamiz. Kofirlarga o'xshab, yo ruslarga, inglizlarga, yahudiylarga o'xshab. Nima bo'ldi? Qarang, sunnatni tark qilishlik bilan yahudiylarga o'xshashlik kelib chiqyapti. Uyingizdagi hayotingizda, o'tirish turishligingiz, liboslaringizda yo sunnatga muvofiq libos kiyasiz yoki o'rtada moda deyilgan bir jaholat bor. Kufr girdobi bor, moda deyilgan. Yo shunga tushib qolasiz. Va bu holatlarda islom aytadiki, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshasa, ulardandir deydi. Siz yahudiylarga o'xshab soch qo'ysiz, yahudiylarga o'xshashlik uchun libos kiyadigan bo'lsangiz, yahudiylarga o'xshashlik maqsadida uyingizni tartibini to'g'rilaydigan bo'lsangiz, Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, fahuwa minhum, ulardandir deyaptilar. Yahudiylardan hisoblanib qolasiz. Ya'ni qaysi kofirga o'xshab turgan bo'lsa, shularga o'xshab qolasiz. Mana bu misollar sunnatni tark qilishlik, shirkka olib borishligiga ochiq bir dalildir. Shuning uchun butun ulamolar sunnatga targ'ib bergan, sunnat ahamiyatini bayon qilgan, sunnatni mahkam ushlaylar deganlar. Imom Azam Abu Hanifa ham vafot qilib turganlarda vasiyat qiladilarki, sunnatni o'rganinglar, o'rtalaringizda doim hadis darsi bo'lsin, hadis muzokarasi bo'lsin. Agar o'rtalaringizda hadis darsi bo'lmasa, sunnat muzokarasi bo'lmasa, sizlar bidiyatga tushasizlar. Bidiyatga tushdilaringizmi, dindan mahrum bo'lasizlar deb qat'iy qilib, keskin bir holatda vasiyat qilganlar. Sunnatdan uzoqlashgan odam xolasa xolamasa bidiyatga va mana bunday oxiri kufrga, shirkka tushadi. Hadislardan nihoyatda dalillar ko'p. Oyatlarning tafsirida qanchalik muxtasar bayon qilishga harakat qilsak ham, lekin oyatlar bilasiz o'zini haqqi bor. Va nihoyatda buyuk ilmlar, muhim masalalarni bayon qilyapti. Vaqtimiz oz qoldi, shuning uchun hadislardan bir necha hadis o'qib bu mavzuniga nihoya bermoqchimiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu, anin Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol:
da'uni ma taraktukum. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, men sizlarni tark qilgan narsalarda meni o'z holimga qo'yinglar. Sizlarni men holatlaringizni ko'rib, indamayapmanmi? Indamanglar deyaptilar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom munkar holatiga sukut qilmaydilar. Bir sahobani holatini ko'rib indamayaptimi? Demakki shu joiz ekan. Men indamagan narsalarni so'rab masalani kavlashtirmanglar. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim va ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Albatta sizlardan oldingi bo'lgan qavmlarni ko'p savol qilganliklari va payg'ambarlariga qilgan ixtiloflari halok qilib tashladi. Qani o'tgan qavmlar, yahudlar, nasroniylar va boshqa butun ummatlar qanday qilib halok bo'lishdi? Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilarki, buni innama deb chegaralaydigan kalima bilan zikr qilyaptilar. Innama deyapti. O'tgan ummatlarni halok qilgan narsa ikkita. Ko'p savol so'raganligi, o'rganishlik maqsadida emas. Boshqa maqsadlarda, amal qilmaslik maqsadida, fitna chiqarishlik maqsadida. Ko'p savol qilganliklari va payg'ambarlariga ixtilof qilganliklari. Payg'ambarga muvaffaqat qilmaganligi, ergashmaganligi, teskari bo'lganliklari. Fa iza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu. Men sizlarni biror narsadan nahiy qilganimda undan chetlaninglar. Uzoq turinglar deyaptilar. Va iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Sizlarni bir ishga buyurganimda uni qo'llaringizdan kelganicha keltiringlar, amal qilinglar. Qaranglar, yana mastata'tum deb bizga shafqat qilyaptilarki, qo'llaringizdan kelgancha deyaptilar. Muttafaqun alayhi, Buxoriy va Muslim sahihligiga ittifoq qilgan hadisdir. Yana bizning zamonimizdagi e'tibor berilmagan sunnat, lekin aslida hukmi vojib bo'lgan amal, ya'ni saflarning masalasi. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallohu anhu qol: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allohu bayna wujuhikum." An-Nu'man bin Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi, bu kishi aytdilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim, u zot aytadilarki, albatta sizlar yo saflaringizni tekis qilasizlar yoki Alloh taolo yuzlaringizni o'rtasini teskari qilib tashlaydi. Yuzlaringizni burib tashlaydi dedilar. Muttafaqun alayhi, Buxoriy va Muslim hadisning sahihligiga ittifoq qilgan hadisdir. Qarang, safni tekis qilishlikka buyuryaptilar va saflaringiz buziladigan bo'lsa Alloh taolo yuzlaringizni o'rtasini buzib tashlaydi deyaptilar. Buning bir necha ma'nolari bor. Biri, insonning yuzini o'zgartirib tashlaydi. Nursiz bo'lib qolasiz, sovuq bo'lib qolasiz, xunuk bo'lib qolasiz. Butun sunnatlarning masalasi shunday. Shariy hukmlardan, sunnatdan qanchalik uzoqlashsak, nuroniyatdan shunchalik uzoqlashgan bo'lamiz. Ikkinchisi, qalblarimiz teskari bo'lib ketadi. Bir-birimizga nafrat, adovat tushadi. Bir-birimizni yomon ko'rib qolamiz. Va fi rivoyatin li Muslimin, Imom Muslimning rivoyatida kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Muslimning rivoyatida kelyaptiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizning saflarimizning o'rtasini tekis qilardilar, xuddi masalan o'qlarni tekis qilyap turgandek. Bir mergan o'q otadigan bo'lsa, masalan kamonda yoyda o'q otasiz, o'qdan uchini tekis qilasizki, to'g'ri ketsin deb. Chunki biroz qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, qiyshiq ketib qoladi. Qanchalik bir tekis qilasiz, diqqat qilasiz. Muhim masala bu. Payg'ambarimiz alayhisalom qarang, harbiy sohada o'qlarga qanchalik e'tibor bergan bo'lsa, saflarga shunchalik e'tibor beryaptilar. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, qachongacha shunday qiladilar? Biz u kishining maqsadini mukammal aqlimiz yetib borguniga qadar har bittamiz shuurlanib, safimizni tekis qilmasak bo'lmas ekan. Bo'lmasam payg'ambarimiz namozni boshlamaydi deb har bittamiz diqqat qilib, saflarimizni tekis qilardik, keyin boshlardilar. Summa xaraja yawman faqama, keyin bir kuni chiqdilarda uylaridan, hujrasidan namozga imom bo'lishlik uchun keldilar. Hatta kada yukabbir, takbir aytishlikka yaqinlashdilar. Endi shu takbir aytaman deb turdilar. Fara'a rajlan badiyan sadruhu. Shunda safda bir kishini ko'rib qoldiki, ko'kragi sal chiqib turadi boshqalarga nisbatan. Faqala, qarang, takbirni to'xtatdilar. Namozni to'xtatdilar.
Aytdilarki, ibadalloh, ey Allohning kullari, la tusawwuna sufufakum. Albatta sizlar yo saflaringizni tekis qilasizlar, aw la yukhalifanna Allohu bayna wujuhikum. Yoki Alloh taolo yuzlaringiz o'rtasini burib tashlaydi, muxolif qilib tashlaydi, teskari qilib tashlaydilar. Qarang, juda qattiq gap bu gap. Va takbirdan to'xtab turib, shunga tavsiya qilyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. An Abis bin Rabi'a qol ra'aytu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajar, ya'ni al-aswad. Abis bin Rabi'a aytibdilarki, men Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ni Hajar Aswadni, ya'ni o'sha Ka'baning Hajar Aswadini o'pib turganligini ko'rdim. Va yaqulu Umar aytibdiki, inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u va la tadur. Umar tosh o'pib turib aytibdiki, men albatta yaxshi bilamanki sen manfaat ham bermaydigan, zarar ham bermaydigan bir oddiy toshsan. Toshsan. Sen foyda zarar bermaysan. Walau la anni ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam seni o'pib turganlarini ko'rmaganim deydi, men seni o'pmas edim dedilar. Va o'pdilar. Muttafaqun alayhi. Bu hadisni ham sahihligiga Buxoriy va Muslim ittifoq qildi. Qarang, sahobalarning ittibosini ergashligini, Hajar Aswadni payg'ambarimiz alayhisalom o'pganligi uchun o'pyapti xolos. Va bu yerda aqida ham sobit bo'lyaptiki, Hajar Aswaddek hammamizni muhabbatimizga ega bo'lgan bir tosh, baribir natijada bir tosh hech kimga zarar foyda bermaydi. Zarar foyda faqatgina Alloh tarafidandir. Biz payg'ambarimiz alayhisalomning sunnatiga sahobalardek ergashligimiz kerak. Boshqa najot yo'q. Yuqorida butun masalalar zikr qilindi. Yo payg'ambarimiz alayhisalomning sunnati yoki shaytonning sunnati. Yo Alloh yaxshi ko'radigan holatda bo'lamiz yoki Alloh taolo yomon ko'radigan holatda bo'lamiz. Alloh taolo bizni va butun ummatni o'zi yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan amallariga tavfiq hidoyat bersin. Har qanday holatda, har qanday zamon makonda sunnatni mahkam ushlab, sunnatga amal qilishlikni muyassar qilsin. Sunnatga xilof bo'lgan butun holatlardan, e'tiqodlardan, axloqlardan, amallardan Alloh taolo butun ummatni muhofaza qilsin. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا